Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar. Bugun men sizlarga Pirimqul Qodirov va uning Qora ko'zlar romani haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Pirimqul Qodirov tarixshunos, yozuvchi, fan arbobi. U O'zbekistonning badiiy tarixiy o'tmishining qayta yaratilishiga ko'p kuch va vaqt sarflagan. U 1928-yili 25-oktyabr kuni Turkiston tog' tizmasi etagidagi Uratubin tumanining Kengko'l qishlog'ida tug'ilgan. Uning otasi umrining katta qismini tog'larda cho'ponlik qilib o'tkazadi va bo'lajak yozuvchining xotiralarida archa o'rmonlari, daryo qoyalari va keskin qiyaliklardagi cho'ponning og'ir mehnati o'rnashib qoladi. Va bularning hammasi keyinchalik yozuvchining Qora ko'zlar romanida ifodalanadi. Qora ko'zlar romani Turkiston tog' tizmasi etagidagi Oyko'l qishlog'i va uning oddiy, mehnatkash, halol insonlari haqida hikoya qiladi. Asarning asosiy mazmunida ortda qolgan qishloq hayoti, qishloq odamlarining turmush tarzi ifodalanadi. Oyko'l qishlog'i tog' yonbag'irlarida joylashganligi sababli aholisi asosan chorvachilik bilan shug'ullanadi. Asarning bosh qahramonlari Usta Qambar ota va uning o'g'illari. Usta Qambar otaning 3 nafar o'g'li bo'lib, katta o'g'li poytaxtda Toshkentda ishlaydi. Kichik o'g'illari Ortiq va Avazlarning hayotlari hikoya qilinadi. Ortiq shu qishloqda brigadir bo'lib ishlaydi. Ukasi Avaz esa qishloqdagi chorvachilik firmasida cho'pon bo'lib ishlaydi. Bu ikki aka-uka bir qorindan talashib tushganiga qaramasdan, ular o'rtasida qandaydir adovat bo'ladi. Otasi ularni qanchalik ahil, inoq bo'lishlarini xohlamasin, qandaydir to'siq ularni ikkiga ajratib turgandek bo'ladi. Avaz juda ham haloli pok, mehnatkash, qat'iyatli, hech kimga so'zini bermaydigan yigit. Akasi Ortiq esa biroz ayyorroq, tumandagi rahbarlarga laganbardorlik bilan ish bitiradigan brigadir bo'ladi. Bu asarni o'qiganingiz sari oddiy cho'ponlarning mehnati orqasidagi mashaqqatlarni, ularni kunni kun, tunni tun demasdan, yomg'irlarda, sellarda, tog' oralarida davlatning har bir qo'yini, qo'zisini qanday qilib avaylab asrashlarini, ularni yana sog'-omon davlatga ortig'i bilan topshirishlarini o'qishingiz mumkin. Bu asarni o'qiganingiz sari qishloq odamlariga bo'lgan mehringiz yanada ortadi va asardagi qahramonlarni halol mehnatlari orqasidan erishgan go'zal baxtlarini ham o'qishingiz mumkin. Bu asarni men sizlarga o'qishlaringizni tavsiya qilaman. Asarni o'qiganingiz sari odamlarga bo'lgan mehringiz ortadi. Ularni qilgan mehnatlarini qadrlashni o'rganasiz. Bu asarni ko'proq yoshlarimizga o'qishni tavsiya qilgan bo'lardim. Bu asar ularni hayotida katta tarbiyaviy ahamiyatga ega deb o'ylayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.